Ertalabdan hammani ishga kuzatib, bolajonlar bilan tanani qizdirib olishdan ishlarimizni boshlab olamiz. Bismillah deb stol ustidagi narsalarni hammasini olib, stol ustini ham chiroyli qilib artib olamiz. Birinchi o'rinda bolajonim yaratgan san'at asarini o'zimiz trendimiz bilan qilib ko'rdik, lekin ish bermagandan keyin qo'lim bilan tozalashga kirishib ketdim. Ishonasizlarmi, yoshligimga shu legoga yetishga juda ham harakat qilganman, lekin biz paytimizda qimmat bo'lgan, bilmadim, yetisha olmaganman farzandim uchun, lekin birinchi o'rinda shu o'yinchoqni olib berganmiz. Shu idishni onamnikidan olib kelib olganimda uncha ham kerak bo'lmaydi deb o'ylagan edim, lekin farzandlarim uchun o'yinchoqlarni qo'ygani anchagina chiroyli joy bo'ldi. Farzandimiz tug'ilganda erim menga mashina beraman degandi. Menimcha shu mashinalarni nazarda tutgan shekilli bir dona emas, 1000 ta berdi. Uyimni qo'yishga joyi yo'q. Sizlarning o'g'linglar ham qaysi yangi multfilm chiqsa, shuni o'yinchog'ini oldirmaguncha qo'ymaydimi? Bu ham siniy traktor. Hamma bolajon bilsa kerak-a. Lekin shuncha o'yinchog'i bo'lsa ham, yana yangi o'yinchoq olmoqchi bo'lsa, dadasini qanday qilib unatishni juda ham yaxshi biladi. Sizlar ham issiq tushgan sar to'shaklarda astar qavatini yozib qo'yasizlarmi? Qish bo'lganda qalin tarafini. Sizlarda nima deyiladi? Andijonda to'shak. Qancha iltimos qilishimga qaramasdan, bolajonim o'z ishini tashlamadi. Aytishi bo'yicha vaqt pul turarmish. O'g'lim ishiga qiziqadiganlar bo'lsa, o'yinchoqlarini men qo'ygan joydan har tarafga yoyish va to'shaklar ichiga kirib yumalash. O'ng tomonda yurakchani bosish esdan chiqmasin.